Siz o'zingizni tanishtirib bering. Men Xolboyeva Nasiba, Yashnobod mahallasi Orasida ko'chasida yashaymiz. Yaxshi. Nasiba opa tayyormisiz? Boshlang. Nima shu? Ana shu ushlaganingiz nima? Ipakdan qilingan Aha. bo'xcha. Bo'xcha deyiladi. Bo'xcha deyiladi. Avvaldan Ichiga biror narsa solinadimi? Nima qilinadi? buning ichiga bir jup yostiq bilan bitta ko'rpani o'rab, kelinlarga avval sandiqning ustidan yig'ilgan bo'xcha deyiladi. Nima uchun bo'xcha deyiladi? Bilasizmi shuni? Bilmaysiz-a? Bunisi nima? Bunisi jun bo'xcha. Aha. Buni ham shu bir jup yostiq bilan bitta ko'rpa ichiga o'ralib, Bo'xchami, bo'g'jamami? bo'xcha. Aha. Bo'xcha. Yaxshi. Keyingisi. Bu jelak boshmi nima bu? Bu kelinchaklar burundan etini yopib yurgan jelak bosh. Shunday olingdan yopib ko'rsating, qanday yopiladi. Mana o'zimizning milliy anagilar. Avvalgi yashirib yurgan. Demak, nomahramlardan yuzini yashirib, ha? Yashirib yurgan jelak bosh. Yaxshi. Davom etamiz. Keyingisi. Bu nima? Belbog'. Bu kuyov belbog'imiz. Ha. Burundan to'qilgan Endi shevada belbog'da shundaymi? Belbog'. belbog' kuyovlarga. Aha. Yaxshi. Ana bu quroq bu. Yostiqmi nima bu? Bu quroq yostiq. Kelin kuyovlarni qurashib yursin deb quroq yostiq. Ha, ko'payishib qurashib ko'payishib yursin yursin deb quroq yostiq qilinadi. Aha. Yaxshi. Quroq choponcha chimildiqqa ilinadi. Bola chaqali bo'lib nima qilib yursin deb quroq chopon bilan Qurashib yursin, bolalar ko'p bo'lsin deb kiydilar. quroq Ha, ko'rpacha. yaxshi. Quroq ko'rpacha. Ha, bor ekan. Kelin Yaxshi. kuyov chimildiqqa kirganda. After kim buni kim tikkan? Bormi shu yerda? Ha, bor. Aha, hozir. Egasi bor shu. Yaxshi. Chimildiqqa to'shaladi. Bundan bitta Kelin kuyovga. to'shaladi. Buni chiyboqmal avvaldan qolgan momolarimiz qo'l bilan tikilgan chiyboqmal dastig'imiz. Mana qo'l bilan gilam qatori to'qiladi bu ham. Menimcha bu chiyboqmaldagi tikishining sababi chiziqlari bor-ku, o'shani o'zining tikish oson bo'lsin deb, ha? oson bo'lsin deb chiyboqmalga sanab tikiladi. Yaxshi. O'zimizning qo'l mehnatimiz hozirgi Shu hammasi sizlarning o'zlaringizning qo'l mehnatlaringiz, shundaymi? o'zimizning qo'l mehnati. Davom etamiz. Bu nima bu? Bu burundan qolgan ro'ja. Roja. Nimaga ishlatilgan bu? Divorlarga, uyga, devorlarga ilingan. Avvaldan Yaxshi roja. Bunisi nima bu? Mana bu nima bu? bunisi mang'ay qashi. Rojalar, tepalarga yopilgan mang'ay qashi. Yaxshi. Bunisi-chi? Bu ham mang'ay qashi. Demak, uyda devorda tepasiga, patologdan pastga ilinadi. Ilingan mang'ay qashi. Yaxshi. Avvalgi belbog'imiz. Belbog'da sizmi avtori tikkan? Quroqlar sizniki, ha? Ha, quroqlar. Ismingizni aytib bering. Abdug'afar marhaba. Yashnobod mahallasi, Orasida ko'chasi. Jizzax viloyat G'oldirov tumani. Yashang. Quroqlarni o'z qo'llarimdan qilganman. Quramiz. Buning ham o'zining haligi yo'nalishi bormi? Yo bir xil shunaqa quraladimi? Bu qanaqa yo'nalish? Yosh chaqaloq bolalarchalarga qilinadi quroqlar. Ko'rpacha. Qo'lga qilamiz. Gilamlardan olib keladi. Bitta yo'lda kelamiz birda to'xtang shu. Rahmat.